kichkina to'rtburchak bir xonada yashaganlarda, o'sha loy suvoq bo'lgan uyda yashaganlar, Umar radhiyallohu anhu kirganlarida ko'zimni to'xtatadigan biron bir narsa ko'rmadim degan. Uyda hech narsa bo'lmagan ekan. Yani oylar o'tardi, uyda qozon qaynamasi degan Oysha onamiz. To'g'rimi? Ya'ni yoshliklar yetimlikda o'tdi. Qizlarni hammasini o'z qo'llari bilan ko'mdilar, farzandlarini. Illo Fatima onamizdan tashqari. Va shuncha zarbalar bo'ldi, masalan, Uhud jangida yuzlari yorildi, tishlari sindi. Kofirlar tarafidan shuncha yomon gaplar eshitdilar masalan. Kazzob deyildi, kohin deyildi, sehrgar deyildi. Yurtlaridan haydab chiqarildi. Shuncha aziyatlar yetdi hayot davomida ya'ni. Lekin baxtsiz deymizmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamni bashariyatdagi eng baxtli odam deymiz masalan. Baxt chunki moddiy narsalarga bog'liq narsa emas bu. Kim agar Alloh bilan birga bo'lsa, Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lsa, Alloh buyurgandagi hayot kechirsa, ana shu odam baxtli bo'ladi. Ya'ni baxtni Allohsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kim agar yo'q men Allohsiz o'zim baxtli bo'la olaman desa, bu odam zalolatdagi odam, tushunmagan odam. Biz hayotimizni Allohni tanishlikka va u buyurgandagi yashashlikka bag'ishlashimiz kerak.